Mortal Meister brendiga Turkiyaning Istanbul shahrida 2005-yilda asos solingan. 14 ming kvadrat metr maydonda qurilgan zavodda dastlab yarim quruq stяжка uskunalari ishlab chiqarilgan. Keyinchalik ishlab chiqarish kengayib, hozirgi kunda 20 xildan ortiq turdagi uskunalar ishlab chiqarilmoqda. O'zbekistonda esa brend 2020-yilda 90 dona ehtiyot qism bilan faoliyatini boshladi. Hozirda esa mingdan ortiq ehtiyot qismlar bilan mijozlarini ta'minlaydi. Kichik do'kondan boshlangan ish bugungi kunda Toshkentdagi 1600 kvadrat metrlik zamonaviy markazga aylandi. Ushbu markazimizda showroom, ehtiyot qism sotuvi, sklad va servis markazi joylashgan. Mortal Meister O'zbekiston bozoriga yarim quruq stяжка, qora suvoq va rot suvoq uskunalarini taqdim etdi. Quyida yillar davomida uskunalar sotuvi natijalarini ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda Mortal Meister jamoasi butun O'zbekiston bo'ylab mingdan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. 2022-yil oktyabrda Samarqandda dillerlik do'koni, 2023-yil avgustda esa Namanganda Toshkent filialining ehtiyot qismlar do'koni ochildi. Hozir ushbu do'konlarda 400 dan ortiq ehtiyot qismlar mavjud. 2024-yil yanvar oyida Tojikistonning Dushanbe shahrida rasmiy dillerlik markazi ish boshladi. Hozirda u yerda 450 xildan ortiq ehtiyot qismlar savdosi, uskunalar savdosi va servis xizmati yo'lga qo'yilgan. Shu kungacha 84 dona uskuna sotildi va 175 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatilmoqda. 2024-yil iyunda Qirg'izistonning O'sh shahrida, 2026-yil esa Bishkek shahrida rasmiy dilerlik markazi ochildi. Hozirda bu yerda ham 450 xildan ortiq ehtiyot qismlar sotuvda mavjud. Shu kungacha 55 dona uskuna sotildi va 515 ta mijozlarga xizmat ko'rsatilmoqda. 2025-yilda jamoamiz qurilish sohasidagi eng yirik ko'rgazma UzBuild'da ishtirok etib, faol qatnashish sovrini sazovor bo'ldi. Ayrim rasxodnik ehtiyot qismlar, bronya, disk va boshqalarni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Bu orqali mijozlarimizni yanada hamyonbop va yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashni maqsad qilganmiz. Mortal Meister jamoasi nafaqat uskuna va mingdan ortiq ehtiyot qismlar savdosi, balki servis xizmati bilan ham tanilgan. Servis markazimizda malakali motorist, elektrik, svarkachi va boshqa mutaxassislar faoliyat yuritadi. Avvalgi servis markazimizda 4 ta 5 ta uskunaga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, yangi servis markazimizda 10 dan ortiq uskunalarga bemalol xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Eng muhimi, servis markazimiz bajarilgan ishlarga kafolat beradi. Agar ta'mirdan keyin bizning aybimiz bilan muammo yuzaga kelsa, uni mutlaqo bepulga bartaraf etamiz. Shuningdek, yangi ofisga ko'chganimiz munosabati bilan servis xizmatini ham mutlaqo bepul qildik. Mortal Meister jamoasi o'sishda davom etmoqda va oldimizga yanada yuksak maqsadlarni qo'ygan. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.